Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Namaz turup evret joylari echilib qalsa namaz buzulamdı. Namaz başlagandan keyin ma'lum a'zolari echilib qalsa, bunun hükmü agar evrettin echilib qalgan urun şu evretninki 4dan 1 to'g'ri kelsa ve shundaqla echilib qalgan vaqt 3 qatim tasbih aytqichilik davomlashsa, ya'ni subhanallah subhanallah deb 3 qatim tasbih aytib o'qichilik vaqtda davomlashsa, bu chaqda namaz buzulib ketadi. Agar echilib qalgan urun evretning 4dan 1 to'g'ri kelmasa, echilib qalgan vaqt subhanallahni 3 qatim degichilik undaq uzun vaqt davomlashmagan bo'lsa, namaz buzulmaydi. Masalan, ayol kishining chechi evret, ayol kishining chechidan 4dan 1 az namazda echilib qalgan bo'lsa, bu namozi durust. Yoki 4dan 1 jiqroq echilib qapti, darhol cho yepib olgan bo'lsa, echilib qalgan vaqtda yana bu namozni davomlashtiraversa bo'ladi. Masalan, bir insonning qistiqstanlik sababidan yoki kamarni yaxshi bog'lamaganlik sababidan namozda turib ishdan silinib ketgan bo'lsa, ishtanni darhol kiyvasi namoz durust bo'ladi, davomlashtirib o'qiyversa bo'ladi. Agar ishdan silinib ketgandan keyin qaysi sababdan ishtanning silinib ketish vaqti uzrab ketib qolsa, bu chaqda namoz buziladi, namozni qaytarincha o'qishi lozim.